U qizni barbekyu qilib yemoqchi bo'lishgan. Sofiya Lane 1996-yil Fransiyada tug'ilgan. Sofiya judayam esli, jim, tixonya qiz bo'lgan. Sofiyani umuman do'stlari bo'lmagan. Uydagilari bilan uncha ko'p gaplashmagan. Lekin Sofiya yosh bolalar bilan til topishni bilardi. Maktabni bitirganda internetdan enagali qilishga ish topadi. Sofiyaning oilasi birinchi juda ham qo'rqadi. Begona joyga, begona odamlarning yoniga qizini yuborgani. Onasini qarshiligiga qaramasdan Sofiya baribir ham Londonga ketadi. Kelina o'sha ish beruvchilar haqida gaplashsak. Ish beruvchilari Sabrina va Sam bo'lgan. Ularni farzandlariga qarash kerak bo'lgan. Sabrina vizajist bo'ladi, Sam